2023-yil iyul. 15 yoshli yigit YouTube'dan tomosha qilgan videolardan ilhomlanib YouTube'ga kirishni xohladi. U ishni dastlab Telegram orqali guruh va kanallarga e'lon tarqatishdan boshladi. Ko'ngillilar albatta topildi. Bular Asam Muxtorov, Baxtiyorovich KS va boshqalar edi. Ular birgalikda video olishni boshlashdi. Shunda yigit o'zi uchun O'zlidir kanalidan ilhomlangan nom Klaverni o'ylab topdi. Atayin buzib qo'yilgan Klaver nomi ham unga obdon yoqardi. Uning birinchi videosi 53 ta prosmotr oldi. Bola xursand edi. Bu unga motivatsiya bo'lib, tinmay mehnat qila boshladi. 100 ta, 200 ta, 300, 400 ta va oxiri 500 ta. U 500,000 obunachiga erishgandi. Quvonchi ko'kka sig'masdi. Lekin barchasi puchga chiqdi. 2024-yil kuz. Klaver kanali mualliflik huquqi sabab bloklandi. Biz afsusdamiz, ammo buni ma'lum qilishga majburmiz. Hammaga salom. Men Muhammadjon, Klaver YouTube kanali va brendi yaratuvchisiman. Yuqorida aytilib o'tilgan va hikoya qilingan bu voqea menga tegishli edi va men hozirda YouTube'ga 3-bor qaytyapman. Nega 3-bor? YouTube kanalimni 2025-yilga o'tar o'tmas 2-bor yo'qotganda men tanaffus olishga va o'zimga kelib olishga majbur bo'ldim. 3 oy muddat o'tgach, men o'qib yurgan joydan jamoam uchun yangi sherik topdim. GameOnUz va Litsoy. Aslini olganda Litsoy kanaliga 350 obunachiga yaqinlashgan paytlarimdayoq birga video olish taklifini bildirib tanishgandim. Ammo hozirda Litsoy kanalida turgan ekanman, bu tarixni juda yaxshi bilasiz. GameOnUz bilan yangi kanal ochib yangi video oldim. O'sha paytlar qurilmalar masalasi juda ham chatoq edi. Ammo men chidashga va olg'a intilishga majbur edim. Zero shunday qurilmada birinchi 100 obunachimni qayta topdim. Yangi kanal avvalgisidan ham tezroq sur'atda o'sib bordi. 100 ta, 200, 400, 700. Mana oradan 1 yil o'tdi va kunlarning birida men kanalimda 1000 obunachiga ega bo'ldim. Quvonchim cheksiz, bitmas edi. Quvonchdan har joyga sakrardim. Lekin yana bir bor yakunida telefonim sensor nosozligi sabab zavod parametrlarigacha qaytib ketdi. Oldingi hacker hujumlari sabab murakkablashtirilgan parollar esa vaqt o'tishi bilan xotiramdan albatta ko'tarilgandi. Shu yerda hammasi to'xtadi. Google One'dan Google'ga bo'lgan murojaat, qo'ng'iroqlar, YouTube support, Gmail help community natija bo'lmadi. O'sha kun men kanalim endi hech qachon qaytmaydi deb o'yladim. Bugun siz ham uni YouTube'dan topishingiz mumkin. Videolarim ham joyida. Ammo endi ularni boshqarish huquqi menda yo'q. Qisqasini aytganda, endi men ham o'z kanalim muxlisiman. Xuddi shu nuqtada menga Litsoy kanali yordamga keldi. Xuddi shu yakunda u meni yolg'iz qoldirmadi. Meni umidsiz qoldirmadi. Kanalimni tekinga berib yuborishga tayyor edi. Biroq mening vijdonim uning mehnatini ko'kka sovurishga yo'l qo'ymadi. Shu sababli hozir siz Litsoy va Klaver kanalidagi videoni tomosha qilmoqdasiz. Xullas, bugungi video mana shulardan iborat edi. Agarda kichikgina yordamingizdan ayamasangiz, ekrandagi kartalarga xohlagan summangizni qoldirishingiz mumkin. Bu meni qo'llab-quvvatlash uchun juda ham foydali bo'ladi. Tomosha qilganingiz men Klaver bo'ldim. Unutmang, Klaver oddiy kanal emas, u tarix yarata oladigan brend. Keyingi videolarda ko'rishguncha.